Uyimizning narxi 53 ming, sotiga 3,5 sotik. Qaranglar. Uyga kirdik. Uyda holati juda ham idealniy darajada zo'r qilib berilgan. Kirishimizga mana xudo xolasa lyuksra qo'yib berganmiz. Mana mashina uchun parkovkaga joy. Qo'la tomoni yopiq, yomg'ir, shamol, qor, bo'ronda mashinangiz chiroyli mo'ka qilib kelib qo'yishingiz turadi. Bu tomonimiz, xo'p, orqadan aylanib chiqib ketamiz. Bitta uyni ko'raylik, 53 ming sizlarga. 6 ta xonasi bor ekan. Kirishimizda o'ng qo'lda bitta mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz juda ham chiroyli, inshaalloh. Xo'p, bu xonamiz. Oshxonamiz mana. Oshxona ham holati juda ham go'zal. Menimcha 53 mingga stoyib, chunki koridori ham katta, ham 3,5 sotik. Marg'ilonni Bordonchisiga kelganmiz hisobda. Marg'ilon sentriga qarshi 4 kilometr. Sanuzel, общий sanuzel bu. Общий hamma kiradigan sanuzelimiz. Bu tomonimiz spalnigimiz, svet o'chib qolib shekilli yoki pul tushirishmaganmi? Spalni juda ham chiroyli. Xo'p, mana bu yerda sanuzel bor, bu yerda detskiy bor. Aytayapman, mana shu uyda olmasangiz siz hali berib uy ola olmas ekansiz. Chunki bu uydan maksimal misol cho'tki narsalar ishlatib, cho'tki qilingan. Narxi 53 ming. Marg'ilon sentriga 3,5-4 kilometr. O'zi 3,5 sotik 6 xona kottej qilingan, tashqarisini ko'rishlar mumkin. Orqa tomon uyni yonidan chiqasiz bo'ladi. Telefon qilaverasizlar, pastki raqamlar sizlarga baraka qolamiz, sog' bo'linglar.